Jumaydulloh xo'ja o'g'li. Bu ibrat, bu taxallusi qisqacha shu jadidimiz to'g'risida tanishib o'tib ketamiz. Qisqachagina bitta slayd tayyorlab kelganman. Isoqxon Ibrat milliy uyg'onish davrining faol ijodkorlaridan biri, serqirra ijodkor sohibi, zabardast tilshunos, ma'rifatparvar, shoir, ilk o'zbek matbuotchilaridan biri bo'lgan, ya'ni nashriyotchilardan biri bo'lib hisoblangan. Reja tuzib kelingan, asosiy qisqacha asosiy joylarini aytib o'tib ketaman. Hayot faoliyati to'g'risida tanishib ketadigan bo'lsak, Isoqxon To'ra Ibrat 1862-yilda Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on qishlog'ida tavallud topgan. Uning bobosi To'raxon Mahmud Qo'qon xonligida katta e'tiborga ega ziyoli insonlardan biri bo'lib, To'raqo'rg'onda uzoq yillar qozilik qilgan va afsus taxallusi bilan she'rlar yozgan. Xo'p, uning otasi Jumaydulloh xo'ja she'riyatga ixlos qo'ygan, xodim taxallusi bilan